Assalomu alaykum, Alloh kunlaringni xayrli qilsin. Mana shu ro'paramizda shaffof havuz ko'rinib turibdi. Biz hozir Po'latqo'rg'on mahallasiga kelganmiz. Sotuvda mana shu uglovoyda tushgan hovlimiz. Bu asosiy kirish joyi. Bu kirish joyimiz Mastona bozorida ro'parasiga to'g'ri keladi. O'rta darvozasidan Elbek choyxonaning yonidan kirib kelinadi. Mana shu uglovoyda tushgan hovlimiz. Ichkaridan videoda to'liq ko'rsatib o'tamiz hozir. Hovlini kiraverishi, kirganda chap qo'lda oshxona bo'lyapti. Bu tarafda hammom hojatxonasi. Chap qo'lda bitta mehmonxona bo'lyapti. Ta'mirlari o'rtacha holatda ekan. Mana shu koridorda yaqinda o'rab qo'yishgan ekan. Havo sovib ketganda, uylarning ichiga sovuq kirmasin deb o'rab qo'yishgan ekan. Bu ikkinchi xona. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ekan. Mana yerda kichkinagina joy qoldirishgan. Mana bankka bekitilgan narsalar mayda-chuyda turgan. Hovlini mana shu asosiy sangi. Bu hali uglovoyga tushgan joy, mana issiqlik manbai ham ko'rinib turibdi. Shahardan uzoq bo'lmagan masofada joylashgan bu joyimiz. Aniq ma'lumotlarni yana telefonda tushuntirib o'tamiz. Mana shu o'ralgan joy. Bu yerda yana ikkita xona bor ekan, buni ko'rsatib o'tamiz. Mana gazlar bor. Bu yana bitta xonasi. Ushbu hovlini narxini 41 ming baho aytishyapti. Kelishilgan, o'tib beradigan joylari bor. Ustida chiroyli qilib savdo qilinar ekan. Kimga agar qiziq bo'lsa, telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. Aloqaga bemalol chiqaverasizlar.